Ha, keldim Sirochkam ofislariga. Ha, tushundim, xo'p. Balaket keldi. O'rtoq, uxlayotgan ekanlar. Как раз, yaxshi-ku sezmaydilar. Menga qara, bu aniq rost gapirtiradigan dorimi? Ha, nimaga ishonmaysan? Suvga qo'shib ber, любой odamni rost gapirtirib yuboradi. Ichidagini sug'urib oladi. Rostdan. Bo'pti, xo'p. Hozir boplayman sizni. To'xtachi. Allo. O'rtoq, menga qara. Bu aniq yomon ta'sir qilmaydimi? Yo'q, qo'rqma, hech narsa qilmaydi. Ha, bo'pti, xo'p. Sirochka, turing. Men keldim. Nima qilsam bo'pti? Sizni ko'rishga keldim. Ilohim, sen kelding, balo kelmasin. Allohu akbar. G'aflat bosib uxlaysizmi? Turing. Mana sizga ichingiz uchun suv olib keldim. O'zimiz suvmi-ku bu? Mayli. Unda urishtirib ichamiz. Ha. Voy boshim. Ana ta'sir qilishi boshladi. Sirochka, meni eshityapsizmi? Sevgan qizingiz bormi? Go'zal sevmaysizmi? Nimasini sevaman? U detskiy panetgani. Uni aldab yuribsizmi hali? Men unga sevaman deb hech qachon aytmaganman. U meni sevsa kerak. Juda ta'sir qilmayaptimi? Ay boshim, nimamni qaylamotdi? Hozir men seni boplayman. Go'zal. Sevganing bormi? Bor. Sirochka-da-chi? Qattiq sevasanmi? O'lib qolaman ular uchun. Birortaga yetganmisan sevishingni? Hamma dugonam biladi. Lekin hech kimga yetmaysan deb qasam ichtirganman. Endi o'zingdan ko'r. Mana shu gaplarni men gapirdimmi? O'chirib tashlang, Sirochka, iltimos. Xo'p, bitta shartim bor. Qanaqa shart? Bir oy amringizga muntazirman shohim deb xizmatimni qilasan. Xo'p. Bor choydamda. Amringizga muntazirman shohim. Yana nima qilib beray? Bor. Anaqa rasmiy ish qilib O'ylab ko'ramiz, bor.